sizlarni shunga taklif qildik. Kimda nima masala bo'ladigan bo'lsa, biz buni hozir birgalikda ko'rib chiqib, mas'ullar bor, bu yerda mana bank rahbarlari ishtirok qilyaptilar. Qolaversa, bugun hammalaringning xabarlaring bor. Kredit bilan bog'liq masalalarda hech qanday masala yo'q. Qo'qon shahar hokimi tadbirkorlik subyektlari bilan muloqot qilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy tebranishlarning mamlakatimiz tarmoqlariga ta'sirini kamaytirish yuzasidan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, Qo'qon shahrida faoliyat yuritayotgan biznes subyektlari muammo masalalarini hal etish maqsadida o'tkazilayotgan qabullarda tadbirkorlarning murojaatlari ijobiy hal etilmoqda. Ma'rufjon Usmonov mamlakatimizda biznes sohasi vakillari aholini bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlayotgan, fuqarolarga oilasini tebratish uchun imkon yaratib berayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar xususida ma'lumot berib, mavjud muammo masalalar bilan qiziqdi. Zapchast patshining mahsulotlarini olib kelib sotish bilan shug'ullanamiz. 2012-yildan beri faoliyat yuritamiz. Shu bizni bozorimizda hozirgi holatimizda joy masalasi yetishmasligini hisobiga bozordan tashqarida do'kon ochish maqsadida shuna keldik. Shu taklifimiz bilan keldik. Shuni kerakli odamlarni ro'para qilishdi. O'rganib, masalani hal qilish masalasida yordam beramiz deyishdi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan bildirilgan murojaatlar mutasaddilar ishtirokida o'rganilib, mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.